Har kunlik oddiy kotlet va garnirlardan charchadingizmi? Unda albatta shu retsept asosida bir marta bo'lsa ham taom tayyorlab ko'ring. Ishimizni nonimizni sutga ivitib qo'yishdan boshlaymiz va piyozimizni mayda qilib to'g'raymiz. Qiymamizga qo'shib, ustidan ukrop, ivitilgan non, tabga ko'ra tuz, paprika, koriandrani ham sepib, yaxshilab qo'lda mushlab olamiz. Qiymamiz tayyor bo'ldi. Endi ustki nachinkasi kartoshkani qirg'ichni mayda tishida chiqarib olamiz. Chiqarilgandan so'ng suvdan ajratish uchun sitadan o'tkazamiz. Bu safargi retseptimda Rosso kompaniyasining O'zbekistonda maishiy texnikalar ishlab chiqariladigan plitalardan, gaz plitalaridan foydalandim va shunga amin bo'ldimki, gaz plitalari xonadon egalariga uzoq yil va sifatli xizmat ko'rsata olar ekan. Shunday qilib, kotletlarimizni xuddi shunaqa shakl berib olib, ustiga tayyorlagan qirg'ichdan o'tkazgan kartoshkamizni va sirni juda ham sochnis beradigan mayonezlarimizni siqib chiqaramiz. Qizdirilgan duxovkada 180